Aka, nima bu? Sifatli deb sotgan narsangiz bitta yuvganda cho'zilib ketdi-yu. Aka shoshmang, bizani ayblashdan oldin sizga bitta savolim bor. Har bitta sifatli kiyimni ichini ochganingizda to'g'ri yuvish qo'llanmasi bo'ladi. Mana shunga amal qilgan holatda yuvdingizmi buni? Yo, buni o'zi qanaqa yuvish kerak? Qarang aka, men sizga tushuntiraman. Bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Birinchisi 30 gradusdan oshmagan haroratda yuvishingiz kerak. Ikkinchisi отбеливатель, ya'ni oqartiruvchi moddalar bilan yuvish taqiqlanadi deb ko'rsatyapti. Uchinchisi отжим, ya'ni kir mashinada o'zini siqish funksiyasi bor, shuni o'chirib qo'ygan holatda yuviladi. To'rtinchisi dazmol qilish mumkin, lekin shunda ham 110 gradusdan oshib ketmagan bo'lishi kerak. Va beshinchisi sizga tavsiya bermayapti ximchiskaga berish. Agar shu qo'llanmaga amal qilgan holatda yuvsangiz, sizga kiyim ancha vaqt xizmat qilib beradi, cho'zilib ketmaydi. Bu kiyimni yarim soatdan oshmagan bo'lgan vaqt oralig'ida kir mashinada yuvish kerak. Hamma kiyimlar bilan tiqib olish kerak emas, okey? Agar sizlar ham shu holatga tushishni xohlamasanglar, to'g'ri yuvish qo'llanmasidan foydalanishni tavsiya beraman. Shunda kiyiminglar sizlarga uzoq vaqt xizmat qilib beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qo'yish esdan chiqmasin.